Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xo'p, bugun sanamiz 13-aprel, haftaning dushanba kuni. Bizda dasturlarimiz ozgina xo'p, o'rtada uzilish bo'lib qoldi, chunki litsiy tomonidan ishlar ko'payib ketdi. Shunga buning uchun uzr so'raymiz. Xo'p, bugundan darslar davom etadi. Bugungi o'sha oxirgi marta tushuntirib qo'ygan mavzum birinchi polynomials ko'ramiz. Bizda ko'p xatlar polynomials. Ikkinchi va temamiz xo'p, exponents radicals. Ikkinchi tema darajalar va ildizlar mavzusini ko'rib qo'yamiz. Ikkita mavzu. Xo'p, mavzular oson-oson, qiyin emas, qisqa mavzular. Shuning uchun ikkita mavzuni bitta qilib Inside Tashkent Mazbook kitobidan savollarga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi savoldan boshlaymiz. Which expression is equivalent to? Ya'ni bizda qaysi mana bu yerdan expression mana bunga teng deyapti. Endi buni prosta ko'paytirishga ajratishimiz kerak. Mana bu ifodani ko'paytirishga ajratish degani bu xo'p, x kvadrat minus 5x minus 24. Buni ko'paytirishga ajratishimiz kerak. Agar Weyt teoremasini bilsalaring, bunda ikkita ildizlar yig'indisi 5 ga va ularning ko'paytmasi minus 24 ga teng. Ya'ni bizda ikkalasining yig'indisi minus 1, ko'paytmasi c ga teng. O'shanda biz tanlab qo'ysak bo'ladi ildizlarni. Ya'ni bizda bu x1imiz 8, x2imiz minus 3 qilib qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda ikkalasi yig'indisi 5, ko'paytmasi minus 24 bo'ladi. Xo'p, biz bilamiz, ko'paytirishga ajratishda ifodani x minus x1 va x minus x2 deb birdan yozib olsak bo'ladi. Chunki bu xo'p, x kvadrat oldida koeffitsient yo'q. Weyt teoremasida shunchaki tushadi, birdan tushadi. Xo'p, koeffitsient bo'lmagan uchun yozib qo'yamiz. Birinchi ildizimiz 8 bo'lgani uchun x minus 8, ikkinchi ildizimiz minus 3 bo'lgani uchun ikkita minus plus ketadi. X minus 8, x plus 3 degan ifoda kelib chiqadi. Javob C javob bo'ladi. Xo'p, savol oddiy. E'tibor berib ishlab qo'yamiz. Keyingisi. Sum opened the savings account at the bank. This table shows the exponential relationship between the time in years since sum opened the account and its total amount in dollars in the account. If sum made no additional deposits, ya'ni bizda sum qo'shimcha pul qo'ymabdi va hech qanaqa pul yetishmabdi shotidan. Which of the following questions best represents the relationship between t and n? Ya'ni boshda exponential degani, o'sha darajali degani, mana exponential relationship. The table shows the exponential relationship between the time t and since sum opens the account and its total amount in dollars in the account. Exponential relationship demas bizda boshda qo'ygan pul 604, 1 yildan keyin 6762, 2 yildan keyin 611 27 bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz, qaysi to'g'ri keladi. Xo'p, 0 qo'yganimizda mana bunga t o'rniga 0 qo'ysak, bu 0.0 olib chiqadi. Bu javob xato. Ikkinchisiga. Xo'p, mana buning o'rniga 0 qo'yganimizda bu 604 chiqadi. Bu 604 paka to'g'ri. Paka to'g'ri, yana bir tekshiramiz. Ikkinchida, keyingisida. Xo'p, buni o'rniga 0 qo'ysak, javob 1 chiqadi, lekin bizda bu 604 chiqishi kerak. Bu xato. Va oxirgisida buni o'rniga 0 qo'ysak, t o'rniga 0 qo'ysak, bu ham 0 qoladi ekan, bu ham xato. Shu faqat bir javob ekan. Bitta javob to'g'ri keladi, boshqalari ham to'g'ri keladi. Men qo'yib qo'ysalaring bo'ladi. Exponential darajali, shuning uchun shunga to'g'ri deb qo'yasizlar. Uchinchisi, graph of the polynomial function. Polynomial function degani ko'p xatli funksiya. Ya'ni ko'p xatli funksiya. Ko'p xatli funksiya. Polynomial function. Polynomial function. If in the xy plane where y of x has x intercepts of min city 0 va 9 0. Which of the following must be true? Yani şu polynomial function f at x'imiz, yani bizde ko'p xatli funksiya. Ikkita nuqtada x o'qini kesib o'tadi. Min city 0 va 9 0. Xo'p, bizda o'sha funksiyaga min city qo'ysak ham 0 bo'ladi. F at min city qo'ysak ham 0 bo'ladi. Va ichiga 9 qo'ysak ham 0 bo'ladi. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Endi bizda 0 qo'ysak min city bo'ladi ekan, yo'q hech qayerda. 9 qo'ysak min city emas, 0 bo'ladi mana bu. Min city qo'ysak 9 bo'lmaydi, bu ham xato. Ya'ni bizda min city 0 bo'ladi. Ya'ni x intercept degani o'sha funksiyani x o'qini kesib o'tish nuqtalar. X nuqta berilgan, bu bizda xo'p, min city 0 9 0, значит min city qo'ysak 0 bo'ladi, 9 qo'ysak 0 bo'ladi. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu chiqdi. Keyingisi, in the given equation
K is a positive constant. K bizda positive constant. Ya'ni hop musbat o'zgarmas son. The product of the solutions. The product degani ko'paytmas. Bilmaganlar uchun ko'paytma. Of solutions to the equation is 77. 77 ekan. What's the value of K? K'ni qiymati topishimiz kerak ekan. Xo'p. Bunda ya'ni bizda uchtalik, ya'ni bizda polynomial functionda, ya'ni bizda ko'p qatli funksiya. Ya'ni x kubli funksiya. Nollarni topishimiz uchun nima qilamiz? The product of solution to the equation deyapti-yu. Ya'ni bizda nollarni birinchi 4x plus 7 ni 4x plus 7 ni 0 ga tenglab ishlaymiz. Har bittasini alohida 0 tenglaymiz. O'shanda birinchi javobimiz bizda minus 7 taqsim 4 degan javob kelib chiqadi. Ikkinchisi ishlaganimizda 0 ga tenglab x2 teng minus ilzosida 4k plus 7 va oxiridagi bizda x3 teng ilzosida 4k plus 7 ifodalar kelib chiqadi. Endi uchalasini ko'paytmasi 77 ekan. x1 ko'paygan x2 ko'paygan x3 teng 77. Yoza olamiz. Minus 7 taqsim 4 ko'paygan minus ilzosida 4k plus 7 va ko'paygan 4k plus 7. Bu bizga 77 kelib chiqibdi. Mana shu yerdan k'ni topsak bo'ldi. Bular qisqaradi va bu 11 ga teng bo'ladi. Minus 4 ga ko'paytirib yuboraman. Xo'p, minusga minus ko'paytirib qo'ysa bizda plus bo'ladi. Ikkalasini ko'paytirsak ildiz yo'qoladi. Ya'ni 4k plus 7 teng 44 ifoda kelib qoladi. 7 ni o'tkazamiz. 4k teng minus 37 minus plus 37 prosta ayriladi. Xato yozdik. Va bu yerdan k'miz 37 taqsim 4 chiqadi. Ya'ni 9,1 taqsim 4. Yani javobimiz oddiy chiqdi. Menimcha bu bo'yicha savollar bo'lmasa kerak. Savollar bo'lsa yana kommentariy qismiga yozib qo'ysalaring, javob berishga harakat qilamiz. 6-si, which of the following expressions has a factor of x plus 2b where b is a positive integer constant. Xo'p, factor degani ko'paytuvchi degan. Ya'ni bu ko'paytuvchisi. Xo'p, qaysi x plus 2b degan ko'paytuvchiga ega? Mana bizda positive integer degani musbat butun son. Bizda musbat butun son. Xo'p, x plus 2b kerak ekanda bu yerda. Xo'p, ko'ramiz, ko'paytuvga ajratishimiz kerak ekanda. Birinchi 3 chiqarsak x kvadrat 3x plus 6. Bu bizga ko'paytuvga ajratilmaydi. Ikkinchi 3 chiqarsak x kvadrat 8x plus 6. Bu ham ko'paytuvga ajratilmaydi. Keyingisi 3 chiqarsak x kvadrat 10x plus 6 ajralmaydi. Va oxirgi 3 chiqarsak x kvadrat 13x plus 6. Bu ham ajralmaydigandek. Ya'ni x plus 2 birlik bo'lishi kerak bu. Ya'ni bu hop 8 ga. Which of the following expressions has this factor x plus 2b where b is a positive constant. Xo'p, bunday qilsak bo'ladi. Ajraladi, ajralmaydi degandan ko'ra. Ya'ni bizda xo'p, agar o'sha faktor bo'lsa px ga x plus 2b, to'g'rimi? O'sha ifodani x plus 2b yana ko'paygan nimadir deb yoza olishim mumkin. Ya'ni bu yerda x teng minus 2b bizda yechim bo'ladi bu uchun. Ya'ni o'sha kvadrat tenglamani 0 ga tenglasak x teng minus 2b degan yechim kelib chiqadi. Ya'ni o'sha yerdan har bitta x larga biz minus 2 ni qo'yib chiqamiz. X larga minus 2 ni qo'yib chiqamiz. O'shanda ifoda 0 bo'lib qolsa, значит o'shanda faktor bo'ladi. Endi buni bitta-bitta qo'yib chiqamiz. Birinchi javob qo'ysak minus 2 ni sразу qo'yaman. Xo'p, 4 bo'lsa 12b kvadrat minus 18b plus 18b. Bular qisqaradi va teng 0 bo'lishi kerak. Bundan bimiz 0 chiqyapti. Lekin bizda positive integer bo'lishi kerak bu yerda. Positive integer emas bu. Endi b javob qo'yamiz. B javob qilsak 3 ko'paygan 4b kvadrat. Xo'p, minus 48b plus 18b. Bular qisqarmaydi. Ya'ni bundan 12b kvadrat bo'lsa 12b kvadrat minus 30b. Teng 0.
6'ni chiqarsak 5, 6b'ni chiqarsak 5b minus. Xo'p, 6b'ni chiqarsak 2b minus 5 ekan. Bu bizda bitta 0, bitta 5 taqsim 2 chiqyapti. Qolganda ham shunaqa yechimlar chiqyapti va bundan menimcha qaysida bo'ladi deyapti. Positive integers. X kvadrat 3x plus 6, 8x plus 6. Mana bular ko'paytirib ajralmaydi вообще. Mana bular ajralmaydi. Mana bular o'zi diskrim teng kichkina nol bu yerda. Faqat mana buni ko'paytirib ajratish mumkin. Bunda ham xo'p, 48 24. Ko'p ajoyib bo'ladi. Chunki qolgan ko'paytirib ajralmas ekan bular. Chunki diskrim hisoblasangiz kichkina nol ekan. Ajobda qanaqadir ajralishi mumkin. Ya'ni x kvadrat plus 3x plus 6. Yani birimiz bizda ajralishi mumkin ekan. Javob A deymiz. Xo'p, bizda bu ajob tanlashimizdan nima uchun ajob tanladik desak, B, C, D'ni ko'rsating, B, C, D'ni ko'rsating. Men bu yerda diskrim hisoblab ko'rsataymi, ko'paytirib ajralmas ekan. Faqat ajobdagi javob ko'paytirib ajraladi. O'shandan o'sha ajob deb ketsak bo'ladi ekan. Va keyingisi 8. In the given expression base a positive integer. Positive integer degani musbat butun son. Q z 7 plus r is a factor of the expression. Factor degan o'shan ko'paytuvchisi. Where Q and r are positive integers. Ya'ni musbat butun sonlar. What's the greatest possible of the whole? Xo'p, bu bizda 0 bo'ladi o'sha yerda. Ya'ni bizda in the given expression base a positive integer. Hop. Where square are positive integers, what's the greatest possible value of b? Yani mana shu 34 z 14 b z 7 plus 70 ni q z 7 plus r yani nimadir qilib olishimiz mumkin. Yani biz mana buni agar 0 ni topadigan bo'lsak, ya'ni z 7 teng minus r taqsim q ifoda keladi. Yani mana shu o'sha tenglamaning o'sha ifodaning yechimi bo'la oladi. Ya'ni bizda q z 7 shuni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 34 ko'paygan kvadrati bo'ladi, chunki 14-daraja. R kvadrat q kvadrat minus b r na q plus 70 teng 0. Bu yerda bizga b ni topishimiz kerak. Xo'p. B ko'paygan r na q teng 34 r kvadrat q kvadrat plus 70. Xo'p, bundan b ni topadigan bo'lsak, xo'p, 34 r kvadrat 70 q kvadrat bo'lingan q kvadrat bo'lingan r na q. yoki xo'p, 34 teskari ko'paytiramiz buni. 34 r kvadrat 70 q kvadrat bo'lingan q kvadrat ko'paygan q taqsim r chiqadi. Qisqarsa bitta yuqorida 34 r kvadrat 70 q kvadrat bo'lingan r q yoki q r ifoda qiladi ekan. Xo'p. Ya'ni bizda o'sha b ni o'sha ifoda orqali ifodalasak bo'ladi ekan. 8. Shunaqa ekan. Va polinomialsda bitta savolimiz qoldi. Bu which expression is a factor of? Ya'ni o'shaning ko'paytuvchisi deyapti. Tak. Ikkalasidan 36 lar bir xil chiqaramiz. X plus 12 lar ham bir xil, bittasini chiqarib olamiz. Xo'p. Qovusda qoladi x kvadrat ayrilgan x plus 12 ning kvadrati qilyapti. Endi buni birinchi 36 ko'paygan x plus 2 12. Mana bularni ko'paytirishga ajratsak bizda x plus 12 va ko'paygan x minus x plus 12 qoladi. Xo'p, birinchida bizda 36 ko'paygan x plus 12 2x plus 12 bular qisqarsa minus 12 ifoda qoladi. Ya'ni bizni ko'ramiz qaysi biri shunga teng. Ya'ni bizda 2x plus 12 degan ifoda bor ekan. Mana bu turibdi.
bizda o'shani ko'paytiruvchi bo'lib qoladi. Xo'p, polynomials mavzusi tugadi. Savollar ozgina qiyinchilik joylari bor ekan bitta ikkita. Agar sizlarda ham savollar chiqib qolsa, bemalol kommentariy qismida yozsalaring, javob berishga harakat qilaman. Endi ikkinchi mavzu. Xo'p, bu exponents, radicals. Exponent deganimizda daraja, radical deganimizda bu ildiz. Ikkalasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ikkinchi savoldan boshlaymiz. Which expression is equivalent to mana bunga. Buni yozsak bu 32 ko'paygan a darajasi 3 ko'paygan b darajasi 4 ning darajasida 1 taqsim 5 sırası. 32 biz 2 ning 5'inchisi. 2 ning 5'inchisi, a ning 3'inchisi, b ning 4'inchisi. Daraja 1 taqsim 5. Bitta daraja ko'tarib qo'yamiz. Ya'ni birinchisi 2 darajasining 5 ning 1 taqsim 5'i, a ning 3 ning 1 taqsim 5'i va b ning 4 ning 1 taqsim 5. Ko'paysa 2 ning 1'i, b ning, a ning 3 taqsim 5'i va b ning 4 taqsim 5'i ifoda keladi ekan. 2 a 3 taqsim 5, b 4 taqsim 5. A javob to'g'ri ekan. Xo'p, bu yerda savol juda oddiy. The given equation reveals the variables r, c, w, where c, r, w, r, c, w represents positive numbers. Ya'ni musbat sonlar ekan bular. Which equation correctly expresses c in terms of r and w? Ya'ni c'ni r va w orqali ifodalab qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, hisoblab qo'yamiz. C'ni topishimiz kerak ifodadan. W teng r kvadrat plus c kvadrat bo'lsa, ko'paytiramiz, buni bu yoqqa bo'lamiz. Ya'ni bizda r kvadrat plus c kvadrat chiqadi. R kvadrat bo'lingan w. Buni c'ni topishimiz uchun c kvadrat teng r kvadrat w minus r kvadrat ifoda kelib chiqadi. Bundan c'ni topadigan bo'lsak, prosta ko'rinib qo'yamiz. Ya'ni r kvadrat javobda mana bu umumiy keltirilgan ekan. W ko'paytiramiz. W r kvadrat bo'lingan w formula ekan. Bizda bu a javobga to'g'ri kelib turibdi. Savol prosta 3 talik ifoda bittasini ikkitasi orqali ifodalab qo'yish kerak. Buniki forward value of x is the given expression equivalent to mana bunga teng deyapti. Ikkalasi bir-biriga teng xullas, ikkita ifodalar. Xo'p, birinchi ifodani yoza olamiz. 119 n darajasi 1 taqsim 5. Ikkinchisi 119 n darajasi 2 taqsim 6. Mana shu ifodamiz 119 n darajasi 30x ga teng deyapti. Endi bizda birdan katta. Asoslar bir xil, darajalar qo'shiladi. Xo'p, bizda bo'ladi bu 119 n darajasi 1 taqsim 5, 2 taqsim 6. 119 n darajasi 38. Umumiy maxraj keltiramiz, 6 ga 5 ko'paytiramiz. Ya'ni 119 n darajasi 16 taqsim 30 teng. Xo'p, 119 n darajasi 38. Shundan x topib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni bu darajalar bir xil bo'lsa bo'ldi ekan. Ya'ni 16 taqsim 30 teng 30x. X topish uchun 16 taqsim 30 ga bo'lamiz. Ya'ni bu 16 taqsim 900 kelib chiqadi. Ya'ni x o'rniga 16 taqsim 900 qo'ysak ifodaga ikkita tenglik o'zaro teng bo'lib qoladi ekan. Xo'p, menimcha bu yerda boshqa savol yo'q. Savollar juda oddiy. Xo'p, ishlash jarayonida yana qanaqadir savollarga duch kelsalaring, qiyinlik tug'dirsa, yozasizlar, javob beramiz. Hammaga xayrli kun, kunlaring xayrli, barakali o'tsin. Bizni kuzatishga biz ham davom etyapmiz.